Agar men Kattaqo'rg'onda blogerlik qilganimda profilimni qanaqa yuritgan bo'lardim? Birinchi navbatda videolardagi har bitta gapimga jiddiy yondashardim va kameraga chiqishdan oldin bu videoni kim ko'radi, nima maqsadda qilyapman, odamlarga nima beradi deb o'ylab ko'rgan bo'lardim. Ikkinchidan, ko'cha-ko'yda oyoqlanib yurishni kontent deb hisoblamagan bo'lardim yoki eski shaharda O'zbekiston bayrog'i yonida turib olib, bu bizning Kattaqo'rg'onimiz bayrog'i deb aytmagan bo'lardim. Bu na mazmunli, na hurmatga loyiq kontent. Bu esa shunchaki o'ylamasdan qilingan harakat. Men bunaqa qilmagan bo'lardim. Uchinchidan, Instagram biosda o'zimni marketolog yoki SSM mutaxassis deb yozmagan bo'lardim. Agar bu sohalar haqida hali hech nima bilmasam, hech bo'lmasa yozayotgan narsamni to'g'ri yozgan bo'lardim. Va eng muhimi, kontentlarimda odamlarni sifatsiz reklama bilan charchatmasdan, har kuni bir xil reklama emas, balki qiziqarli, haqiqiy o'rgatuvchi va ilhom beruvchi videolardan foydalangan bo'lardim. Chunki blogerlik bu mas'uliyat. Profil esa sizlarni vizitkanglar. Har bir post odamlarning miyasida sizlar haqingizda fikr uyg'otadi. Men sizlarga saviyasiz kontent bilan emas, haqiqiy qadriyat bilan mashhur bo'lishni maslahat beraman. SMM va marketing bo'yicha yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimga obuna bo'ling.